Hech ko'rganmisizlar, boylar, millionerlar qovog'ini ham solmaydi, kulib yuradi. Ishoninglar, balki 50 ming, 100 ming dollar yoki 1 million dollar yutqazayotgandir. Kimdir sizga qandoqsan desa, nima deb javob berasizlar? Zo'r deymizmi, normal deyman deymizmi? Bizda norma chizig'i bor o'rtoqlar. Normada yurgan odamlar har qanday narsaga shubha ko'zi bilan qaraydi. Ikkinchisi, xavotirga tushadi. Uchinchisi, depressiyaga tushadi. Undan keyin qo'rquv paydo bo'ladi. Yo'q narsadan qo'rqadi va oxirida g'oyalar o'limiga uchraydi. Hech ko'rganmisizlar, boylar, millionerlar qovog'ini ham solmaydi, kulib yuradi. Ishoninglar, balki 50 ming, 100 ming dollar yoki 1 million dollar yutqazayotgandir. Normadan yuqorida yuradi ular. Ikkinchisi, kim kulib yursa ilhomlanish paydo bo'ladi. Ilhomlanish paydo bo'lsa, ishtiyoq paydo bo'ladi odamda. Nimadir qilgisi, nimadir buzib olgisi keladi. 8 soat ishlasa ham odam maza qilib xursand bo'lsa kayfiyati charchamaydi, bilasizlarmi? Bir xil payti 10 soat, 15 soat ishlagingiz kelib ketadi. Chunki siz xursand holatdasizda va eng zo'ri harakat uyg'onadi. Odam tinmay harakat qilgisi kelaveradi. Sen yaxshi ko'rgan ishingni qilsang, demak ishlamabsan deydi. Odam yaxshi ko'rish kerak, sevish kerak. Ishini ham, hayotini ham.